Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ismoilov Mirbek. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizlarga yana bir ajoyib shorts nishalardan birini qanday yasalishini ko'rsatib beraman. Bugun sizlar bilan mana shu Doktor Filmen kanalidagi shorts videolarni birgalikda yasaymiz. Promptlarni yozib, azushka qilib, montaj qilib, noldan tayyor holatga keltiramiz. Bular horror uslubidagi hikoya yo'nalishi shorts formatida qilinadi. Videolar juda yaxshi ko'riladi. Bu yerda horror bo'lgani uchun qiziqarliroq. Bunday kanallar juda ko'p. Mana shunday qo'rqinchli horror rasmlardan iborat kontent to'liq 100% AIda qilinadi. Demak, keling endi shunday videolarni yasashni boshlaymiz. Video yasash uchun kerak bo'lgan barcha materiallar mening Tornado YouTube Telegram kanalimga joylangan. Bemalol o'tib, u yerdan ko'chirib olib ishlatishingiz mumkin. Avvalambor biz ChatGPTga o'tamiz va birinchi promptni tashlaymiz. Bu bilan biz ChatGPTdan horror usulidagi shorts formatidagi videolar uchun ssenariy yozib berishni so'radik. Mana bizga 7 ta ssenariy yozib berdi. Keling, bularni nima haqida ekanligini oldin biz perevod qilib olamiz. Mana unutilgan shahar, pichirlovchi manekenlar, yarim tunda qo'ng'iroq qiluvchi sirli bilmasa arvohlar rasmi, vaqtni o'zgartiruvchi oyna. Keling, mana shu vaqtni o'zgartiruvchi 5-istoriyani olamiz, 5-hikoyani olamiz. Bundan oldin biz ChatGPTga boshqa prompt tashlashimiz kerak. Mana ChatGPTga biz keyingi promptimizni tashladik va mana shu yerda yulduzchalarning o'rniga biz o'zimizni promptimizni, o'zimizni ssenariyimizni yozamiz. Kopiya qilamiz va mana shu yulduzchalarning o'rniga almashtiramiz. Va enterni bosamiz. Mana bizga YouTube yoza boshladi. Mana ChatGPT bizga to'liq video uchun ssenariy yozib berdi. Qaysi vaqtda nimalar bo'lishini. Endi bizga mana shu ssenariy bo'yicha prompt kerak. Demak, endi bu ssenariyga biz prompt yozdirib olishimiz kerak. Buning uchun ChatGPTga mana shu buyruqni yozamiz va enter tugmasini bosamiz. Mana bizga rasmlar uchun promptlar yozib berdi. Mana qancha? 8 ta prompt yozib berdi. Mana shunday 2 uslubdagi rasmlarni generatsiya qilish uchun bizda prompt bor endi. Mana rasm generatsiya qilish uchun birinchi promptni olamiz. Whisk degan sun'iy intellektga kirib, bu yerga promptni tashlab, bu yerdan 9 ga 16 ni tanlab generatsiya bosamiz. Mana ajoyib rasm generatsiya qilib berdi bizga. Keyingi promptni olamiz. Juda oddiy do'stlar, juda oddiy yo'nalish. Umuman qiyin joyi yo'q. Faqat kopiya, stavka va CapCut'da montaj. Biror bir horror musiqa bilan montaj qilamiz. Mana bizga 2 tadan variant beryapti. Qaysini xohlasak o'shani olamiz. Asosiysi stil bir xil. Ko'ryapsizmi? Mana to'q yashil rangda, kulrang rangda stil bilan chiqazyapti hamma rasmlarni. Bu promptlarning barchasi bizning Telegram kanalida bo'ladi. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, hali bundanda yaxshi yo'nalishlarni chiqazib, darsliklarini chiqazib turamiz. Telegram kanaliga birinchi chiqadi. Post variantida yoki tayyor promptlar tashlab turiladi. Videolar keyinroq chiqadi YouTube'ga. Mana keyingi promptimiz tayyor bo'ldi. 6-promptimiz endi. Bu sun'iy intellekt juda zo'r, tezda ishlaydi. Tezlik bilan Google'ga tegishli, Google Labs'ga tegishli sun'iy intellekt. Mana 7-promptimiz. Agar promptlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, tarjimonga tashab o'qib chiqishingiz mumkin. Nima bo'lyapti bu yerda o'zi?
yanada to'liqroq tushunish uchun montaj jarayonini mana endi rasmlarimizni ko'chirib olamiz. Qaysini olamiz? Mana shuni olamiz. Bu yerda skachatni bosib raqamlab ketamiz. 01 bu oxirgisi 08. Agar bizga mana bu taqdim qilingan rasmlar kamlik qiladigan bo'lsa, masalan, qancha bizada 8 ta promptmi? ChatGPTga bizga yana ko'proq rasm qilib ber deb yozishimiz kerak. Bizga shunda 10-12 ta rasm generatsiya qilib beradi. Mana shu joyga yozib olishimiz kerak. Uni orqasiga yoki o'zbekcha, inglizcha qilib rasmlar ko'proq rasm qilib ber desa, masalan, bitta epizodga 2 tadan qilsa ham bo'ladi. Mana shu bitta epizodga 2 ta rasm qilsa bo'ladi. Mana shunda videomiz uzunroq yoki qiziqarliroq bo'lishi mumkin. Endi biz ChatGPTdan ushbu hikoyani ovozga aylantirishimiz uchun mana shu promptni tashlaymiz. Menga hikoyani ovozlashtirish uchun Gemini AI uchun to'liq ssenariy yozib ber. ChatGPT bizga mana bu diktorlarning nomini, stilini yozib beryapti. Bizga bunaqa narsalar kerakmaydi. Shuning uchun ChatGPTga to'g'rilab yozib berishni so'raymiz menga. Bu yerda ozgina qolgan baribir. Endi buni kopiya qilib olamiz va biz endi Google AI Studio'ni Gemini'ni ovozlashtirishga o'tamiz. Mana endi ortiqcha narsalarni o'chiramiz bu yerdan. Bu nima deyapti bu? Tarjima qilib ko'ramiz hozir. Bizga holatni tushuntiryapti, kerakmaydi bu. Bu ham kerakmaydi. Buni siz o'zingiz xohlagan AIda ovozlashtirishingiz mumkin. Demak, Google AI Studio'ga kiramiz. Bu yerda single speaker qo'yamiz, multi speaker emas. Bu yerda endi Ready to build something. Got a project in mind? What do you want to Ready to make something. What sparks your Ready to make something amazing? mana shu ovozni qo'yamiz va runni bosamiz, ko'ramiz nima qilar ekan. Qani eshitib ko'ramiz. It all began with an inheritance, an old painting wrapped in layers of yellowing cloth. Mia never thought much of it, just another family. Sekin o'qiyapti, qarang. Sekin o'qiyapti. Demak, bizga tezroq o'qiydigan kerak. Got a project in mind? Keling, mana shunda ovozlashtirib ko'ramiz. Keling, buni ham skachat qilamiz oldin. Mayli, bu ham turaversin. Hech bo'lmaganda shuni ishlatamiz. It all began with an inheritance, an old painting wrapped in layers of yellowing cloth. Keling endi azuchkani Eleven Labs taqib ko'ramiz. Juda sekin qilyapti bu Gemini. Bu yerdan xohlagan ovoz tanlaymiz. Kimni tanlaymiz? Aristotle believed that by practice. The thing always happens that you really believe in, and the belief in a thing makes it happen. Mana shu ham yaxshi ekan. Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Mana shu ham tez ekan mana. Mana shu yerga tashlaymiz va 1195 simvol bo'ldi. Bizda generatsiyani bosib ko'ramiz. Mana endi biz CapCutga o'tamiz va tayyor fayllarimizni montaj qilamiz. Avvalambor bizga montaj uchun horror musiqa kerak bo'ladi. YouTube'ga o'tamiz va biror bir horror musiqani skachat qilib olamiz. Rasmlarni tashlaymiz. Musiqamizni ham tashlaymiz. Endi bizga azushka kerak bo'ladi. Mana do'stlar, rasmlarimizni qo'yib oldik. Qandaydir effektlarni qo'ydim. Endi hozir bunga audio qo'yamiz. Mana audiomiz ham tayyor.
Audiomiz sal uzunroq bo'lgan. O'yinni hozir qisqartirishga harakat qilamiz. Eshitib ko'raylikchi o'zi qanaqa audio. It all began with an inheritance. Mayli. Bo'ladi. Buni hozir sal tezlashtiramiz. Bu yerda skorost. It all began with an inheritance. An old painting wrapped in layers of yellowing cloth. Oradagi pauzalarni olib tashlaymiz. Level-ups pauza bilan qiladi. Ko'ramiz, agar 1 daqiqadan o'tadigan bo'lsa, oxiridan ozgina kesib tashlaymiz. Ssenariy yozdirgan vaqti hisob-kitob qilish kerak edi, uni ovozini qancha simvol bo'lishini. Uzunroq qilib Mana do'stlar, 1 daqiqadan o'tib ketdi audiomiz. Zarar yo'q. Ozgina sig'may qoldi. Balkim sig'diramiz, ko'ramiz hozir. Mana sig'di, yo'q, sig'di. It all began with an inheritance, an old painting wrapped in layers of yellowing cloth. Mia never thought much of it, just another family heirloom, forgotten. Mana endi bunga subtitr qilamiz. Buning uchun subtitrga kiramiz va bu yerda ingliz tilini tanlab, sozdать qilamiz. Subtitrimiz tayyor bo'ldi. Endi konkurentni ko'ramiz, o'rtada qilyapti ekan. Demak, biz ham buni shriftini o'zgartiramiz. Shunaqa olib qilamiz. Bu yerdan biror bir mana shunaqa qilamiz. Keyin razmer shrift katta qilamiz. Bu bitta gapdan Lucifer chiqazayotgan Morningstar. ekan. Bitta gapdan chiqazayotgan ekan. Endi biza buni effektga kirib, endi bu yerga kirib, bitta harfdan chiqadigan effektni topamiz. Animatsiya, podpis. Mana shuni And Mia? bosamiz. Feeling unease, like being watched, even when she was alone. But those eyes, they never stopped watching. The light. Shriftni sal kichraytiramiz. It all began with an inheritance. Sal pastga tushirsak bo'ladi. Keyin shriftni kichraytiramiz. Uzun tekstlar It all sig'maydi. began with an inheritance, an old painting wrapped in layers of yellowing cloth. Mia never thought much of it, just another family heirloom. Mana. He was no mere painter. He was a man. Endi bunga bir horror musiqa qo'yamiz. Mana hozir men internetdan oldim. Musiqani pasaytiramiz, ovozini. Endi ko'ramiz. It all began with an inheritance, an old painting wrapped in layers of yellowing cloth. Mia never thought much of it, just another family heirloom, forgotten and gathering dust. But the moment she hung it in her dorm room, something shifted, something unnatural. At first it was subtle, a cold chill crawling up her spine, a growing unease like being watched, even when she was alone. But those eyes, they never stopped watching. The lights flickered, once, twice, then more frequently. Doors slammed shut by themselves. Twisted shapes, dark, fleeting figures. Mia tried to ignore it, but the whispers, the scratching sounds, they were impossible to ignore. Mia discovered the truth. The artist who painted this, he was no... Xullas do'stlar, mana shunday video bo'ldi. Agar o'tirib yana bezayman desangizlar, bundan chiroyli qilsa bo'ladi. Did you know in United Yoki States bo'lmasa- there's a massive Yoki bo'lmasa mana shu videoni, konkretni videosini o'zidan
skrinshot olib, boshqatdan ChatGPTga tashlab, unga prompt yozdirib, shunga o'xshash hikoyalarni o'ylab topsa bo'ladi. Mana bu yerda personajlar bilan ko'p ishlangan va lokatsiyalarni har xil qilgan. Siz ham bu yerda lokatsiyalarni o'zgartirishingiz kerak, har xil lokatsiyalar qilish kerak. Bu yerda hozir 2 ta 3 ta lokatsiya, ko'proq lokatsiya qilish kerak. Mana shunaqa video bo'ldi do'stlar. Ushbu videoga fikringizni yozib qoldiring, reaksiya berib, like qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Yana qanday yo'nalishlarga, qanday mavzularga video ko'rishni xohlar edingiz, kommentariyada yozib qoldiring. Tornado YouTube Telegram kanalimizga obuna bo'ling. U yerda yana bir qancha qisqa nishalar, shablonlar tashlab boriladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.